Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda xıtınlar ekranımızda olsun. Amerikanın Xitayğa qaratqan cəzası təsirini göstərdi. Amerikanın Xitayğa qaratqan türlük cəzaları təsirini göstərətqan olub, noyabr ayında Xitayning Rusiyadan qılğan import-eksporti zor dərəcədə tövəlligan. Amerika avazının Xitay tamojnasining 10 dekabrdagi ukurlarini naql qilib xabar qilishicha, Xitay puli bo'yicha hisoblaganda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti oldingi oyda o'ylamagan yerdan 2 xonlik son bo'yicha tövəlligan bo'lib, 10 oydagi 24%lik o'sishga selishtirganda ig'ir nacharlashgan. Xitoy iqtisodidagi bu ahvol 4 oydan buyongi tunji tushish ekan. Bildirilishicha, 11 oyda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti o'xshash mazgildagidan 10.5% tövəlligan bo'lib, bu yil 7 oydan buyongi tunji tövallash bo'lib hisoblandi ekan. Xitoy puli bo'yicha bo'lganda Xitoyning Rossiyaga qilgan importi oldingi oyda 7.4% tövallagan. 10 oydagi 4.3% ga selishtirganda tövallash darajasi ko'rinarli bo'lgan. İki taraflik savdo umumiy summasi 145 milliard 900 million yuan, taxminan 20 milliard 500 million dollar bo'lib, o'xshash mazgildagiga selishtirganda 5% tövallagan. Dollar bo'yicha hisoblaganda Xitoyning Rossiyaga qilgan eksporti 2.5%, importi 6.5% tövallagan. Ammo Xitoy tamojnasi seshanba kuni e'lon qilgan sonliq ma'lumotlar import-eksportning tafsilotini o'z ichiga olmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 4 dekabr Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi savdo faoliyatida yo'liqqan asosli to'salg'uning o'zaro chiqim qilish va raskyot qilish ekanligini o'tirg'a qo'ygan. Ikki tarafning markaziy banklari bu masalani hal qilishga urinayotgan bo'lib, Amerikaning jazosining ta'siri sababli Xitoy savdogarlar va Xitoy banklari jazodan qochish uchun Rossiyaga bevosita pul to'lashni xohlamagan. Xitoyning elektronlik savdo supilari Sharqi-Janubiy Osiyoda o'ngishsizlikqa uchradi. Xitoyning chegara halqagan elektronlik savdo supilari Sharqi-Janubiy Osiyoda o'ngishsizlikqa uchrayotgan bo'lib, Vyetnam bilan Indoneziya orqa-orqadan cheklash buyrug'i chiqardi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Indoneziya bu yil oktabrda Xitoyning chegara halqagan elektronlik savdo supisi Temu'ni cheklagan bo'lib, yaqinda Vyetnammo Xitoyning tor savdo supilaridan Temu va Sheindan tijoratini to'xtatishni talab qilgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Vyetnam bilan Indoneziyaning cheklash harakati Xitoy mal setish supilarining yerlikdagi o'rta kichik korxonalarga ig'ir tahdid solganligini ko'rsatib bergan bo'lib, xalq hukumatni munosib tadbir qo'llanishga majburlagan. Buningdan boshqa Xitoyning elektronlik savdo supilari bozorni egallash uchun yerlikning nazorat qilib boshqarish talabiga amal qilmaydigan bo'lg'achqa, Sharqi-Janubiy Osiyodagi boshqa davlatlarning mo kelgusida Xitoyning elektronlik savdosiga qarata cheklash tadbirlarini tadrijiy yo'lga qo'yishi mumkin ekan. Temu supisidagi nurg'un mahsulotlar ishlab chiqaruvchi zavodlardan setib oluvchilarga bevosita avatiladigan bo'lg'achqa, mal bahosi arzon bo'ladi ekan. Xitoyning elektronlik savdosining sifati tekshi bo'lmagandan boshqa bozor tartibini qalaymaqonlashtirdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Indoneziya bu yil oktabrda Temu'ning 2021 yil 7 oyda Sheinning Indoneziyadagi mulozimatini to'xtatgan. Amerika tor hujumiga qatnashgan Xitoy shirkatlari va shaxsga jazo yurgizdi. Amerika keng ko'lamlik tor hujumiga qatnashish bilan ayblangan Xitoy shirkatlari va shaxsga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Fransiya xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumati 10 dekabr bir Xitoy shirkati va uning bir xizmatchisiga 2020 yil 4 oyda tor hujumi qo'zg'alganligi sababli iqtisodiy jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Buningdan boshqa ikki Xitoy shirkati inson haqlari dafsandachiligiga qulaylik yaratib berganligi sababli Amerikaning savdo jazosi tizimligiga kirgizilgan. Xabarda qayd qilinishicha, keng ko'lamlik tor hujumiga qatnashgan deb ayblangan va Amerika tarafidan jazo tizimligiga kirgizilganlar bo'lsa, Sichuan Silanis uchur texnik shirkati va uning Guantianfeng ismli bir xizmatchisi ekan. Amerika Moliya Ministrligi tashqi mulkni kontrol qilish ishxonasi bu haqda bu jazo Xitoyda turishliq mazkur xizmatchi va u ishlayotgan shirkatning tor hujumiga qaratildi degan. Mazkur tor hujumining ta'siriga uchragan shirkatlarning ko'pinchisi Amerikadagi halqiliq ul aslahalarga chetildi ekan.
Amerika Maliya Ministerligi bayonotida yomon g'arazlik tor hujumi qo'zg'uvchilar, jumladan Xitoyda harakat qilayotganlar Amerikaning davlat bexatarligi duch kelgan eng cho'ng va izchil saqlanayotgan tahdidlarning biri deb ta'kidlagan. Xabarda qayd qilinishicha, 2020 yili 22 apreldan 25 aprelgacha Sichuan Silanis shirkatining bexatarlik tadqiqotchisi Guan Tianfeng yomon g'arazlik yumshoq detal ishlatib, dunyoning har qaysi joylaridagi taxminan 81 ming tor mudofaasi uskunasiga hujum qilgan bo'lib, ishlatuvchilarning ism-familiyasi, maxfiy nomeri qatorliq sonliq ma'lumotlarni o'g'irlagan. Bularning 23 mingdan ko'pragi Amerikaga joylashgan bo'lib, bularning ichida 36si Amerikaning muhim ul aslaha shirkatlaridagi sistemalarni qo'g'daydi ekan. Maliya Ministerligi bu hujumlarning ig'ir ziyon, hatto hayotidan ayrilishni keltirib chiqaradiganligini ta'kidlagan. Tor hujumiga uchirg'uvchilarning biri neft burg'ulash tijorati bilan shug'ullanadigan Amerikaning bir energiya shirkati ekan. Agar ayni vaqtda bu tor hujumi bayqalmagan bo'lsa, burg'ulash supasida kashili ko'rilib, o'lim yetim hodisasi yuz berishi mumkin ekan. Dünya İnsan Hakları Günü'de Şarq Türkistan vaziyetining yillik doklati e'lon qilindi. Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilan 10 dekabr İstanbulga joylashgan Rami kutubxonasida Şarq Türkistan vaziyeti haqidagi 2024 yillik inson haqlari doklatini tunishtirish yig'ini o'tkazildi. Şarq Türkistan inson haqlarini ko'zitish jamiyati va xalqaro Şarq Türkistan tashkilotlar birligi o'rinlashtirgan mazkur yig'inga Turkiyadagi bir qism partiyalarning vakillari, tashkilot mas'ullari, jurnalistlar va jamoat arboblari qatnashdi. Qur'on tilovati bilan boshlangan yig'inda Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon va Sharq Turkiston inson haqlarini ko'zitish jamiyatining muavin raisi doktor Ali Rozi o'z Uyg'ur ayrim ichili so'zi qildi. Inson haqlarini ko'zitish jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Udun jamiyatning xizmatlari va natijalarini qisqacha tunishtirib o'tgandan keyin inson haqlarini ko'zitish jamiyatining tadqiqotchisi Fayoz Pinar Qilinch xonim jamiyat tayyorlagan Sharq Turkiston vaziyati haqidagi 2024-yillik doklati haqida tafsiliy to'xtaldi. Yig'inning ikkinchi bosqichida Vildan Kadi o'g'li Sari Yashar inson haqlari hukmi va Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsandachiligi temasida, Zabinisu Kamalova Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, siyosiy va ijtimoiy analiz temasida, Hilal Duvar xalqaro qonunlarga asosan Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik temasida, Abdurashid Amin Haji Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik va xalqning tashabbuskorligi temasida so'z qildi. Yig'inning oxirida ular qatnashuvchilarning aloqador savollariga javob berdi. Yig'in jarayonida yana Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik aks ettirilgan bir qism suratlar va Uyg'ur kulturiga aloqador turli buyumlar ko'rgazma qilindi. Angliya bilan Iroq Netanyahuni qattiq aybladi. Angliya bilan Iroq Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuning Jolan egizligi haqidagi so'zlarini qattiq aybladi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu Suriyada Bashar Asad hokimiyatining ag'dirilishidan keyin Isroiliya quruqlikdan ishg'ol qilish faoliyatlarini ko'paytirishga urinayotgan Jolan egizligining Isroiliya territoriyasining mangu ayrilmas bir qismi bo'ladiganligini ilgari surdi. Benyamin Netanyahu axborot e'lon qilish yig'inida Isroiliya quruqlikdan ishg'ol qilish faoliyatlarini ko'paytirishga urinayotgan xalqaro qonunga asosan Suriya zemini hisoblanadigan Jolan egizligi va Suriyada Asad hokimiyatining ag'dirilishi haqida bayonot e'lon qildi. Netanyahu 1967-yildan buyon Isroiliyaning ishg'oliyati ostidagi Jolan egizligining Isroiliya territoriyasining mangu ayrilmas bir qismi bo'ladiganligini, Isroiliyaning Jolan egizligidagi harbiy mavjudiyatining Isroiliyaning bexatarligi va egilik huquqini kafolatga ega qiladiganligini da'vo qildi. Isroiliya armiyasi yakshanba kuni bosh ministr Benyamin Netanyahu va davlat mudofaa ministri Yisrail Katizning ko'rsatmasi bo'yicha ishg'oliyat ostidagi Jolan egizligidagi betaraf rayonga besib kirgan edi. Iroq tashqi ishlar ministrligi Isroiliyaning Jolan egizligidagi betaraf rayonning egilik huquqini dafsanda qilishini qattiq ayblab, Isroiliya armiyasining Suriyadagi yaqinqi o'zgarishlarni bahona qilib, ishg'oliyati ostidagi Jolan egizligidagi betaraf rayonni besib olishini qattiq ayblaymiz. Darvaqa bu xalqaro qonunning ochiq-oshkora holda dafsanda qilinishi dedi. Angliya tashqi ishlar vazirati bu haqda e'lon qilgan bayonotida pozitsiyamiz aniqdir. Jolan egizligi Isroiliyaning ishg'oliyati ostidagi zemin. Isroiliyaning bu yerni besib olishini qabul qilmaymiz dedi.
Hörmətli görürmələrimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Ətiki proqramımızı görüşükcə aman boğayslar. Assalamu alaykum və rahmetullah.